Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana hozir plastik qoqamizni reyka qoqyapmiz. Keyin bu patolog plastik bo'ladimi, gipsokarton bo'ladimi? Mana bu tom bilan fanerni gipsokartonni o'rtasida bunaqa dimoxod qo'yish shart, mana bunaqa dimoxod. Mana bunaqangi havo aylantirish uchun. Bu mana shu uyga o'zimiz qilganmiz, boshlabdan noldan mana bu tomoniga ham qo'yganmiz, narigi tomonga 4 tomonga ham qo'yganmiz. Ana shu dimoxodni qo'ymasa, pastdan plastikni gipsokartonmi qilgandan keyin tepadan tom yopilgan mana o'rtadagi yog'ochlar dimi qilib qoladi. O'shaning uchun shart va zarur mana bu dimoxodni qo'yish. Ba'zi birlar erinatda qo'ymaydi. O'sha to'sinni qo'yayotganda to'sinni yoniga aynaqangi shlankadan yo plastmassa turbadan qo'yib ketish kerak, havo aylantirish kerak. Mana plastik qo'yamiz. Plastik qoqqanimizdan keyin plastikka kvadrati necha puldan tushdi, reykasi, shurupi, plastik o'zi hammasi kvadrati necha puldan tushishini sizlarga videomiz davomida batafsil aytib o'tamiz. Like bosishni unutmanglar. Keyin mana reyka qoqishda mana bunaqangi reyka qoqib olingandan keyin mana bu reykamizni ba'zi birlar mixlaydi. Mixlaganda mana razmeri o'zgarib ketadi. O'shaning uchun mixlash kerak emas, samarasi qattirish kerak. Samarasi ham ishonchli, ham mana bu nimani reykani qoqqanda birdek ushlab turadi. Qoqqanda mana bu reyka o'zgarib ketadi rasmen. O'shaning uchun samarasi degan yaxshi mixlaganda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Plastikka qatirishdan oldin bunday jiddiy giyoz bo'ladi. Shu jiddiy giyozdan tomizdirib keyin qatirsanglar plastik mustahkam ushlaydi, tushib ketmaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hurmatli obunachilar, mana patologimiz bitdi. Endi buni hozir reykasini, plastigini, miqini, samarezlarini, kilayni hammasini hisoblaganimizda kvadrati 64 millimetr keldi. Usta haqidan tashqari. Usta pulni endi kim bilan qancha kelishingizga bog'liq. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like bosishni unutmanglar. Operator patologdan ko'rsating.